Assalom xalqimizning eng ulug' siymolari, bilim dargohimizning aziz mehmonlari, xush kelibsiz ilmu fanning sohibi davronlari, xush kelibsiz muallimlar hamda ota-onalar. Assalomu alaykum bizning Novda milliy maktabimizga tashrif buyurgan xonimlar va janoblar, hurmatli ota-onalar, aziz ustozlar. Bugun biz birinchi sinfimizning savodxonlik bayramiga tashrif buyurganingizdan juda ham xursandmiz. Navbatni birinchi B sinf o'quvchilariga beramiz. Marhamat. Assalom ona yurt, tonglar o'lkasi, ta'rif tavsifingning yo'q nihoyasi. Senga bag'ishlanur muqaddas qo'shiq, bu o'zbek elining o'z madhiyasi. Assalom bolajonlar, aqli so'z bilag'onlar. Bugun shodlik muborak, savodxonlik muborak deya davramizni ochiq deb e'lon qilamiz va kechamizni yana bir bor ochib berish uchun maktabimiz direktori Jahongir ustozga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Xush kelibsizlar maktabimizga. Sizlarni ko'rib turganimizdan nihoyatda xursandmiz.
Bugun bizning maktabimizda sizlarning farzandinglarning hayotida juda ham bir muhim kun. Hozir esimga tushib o'tirgandim. 1-sinfda biz qanaqa qilib alifbe bayramini nishonlaganimiz, biz xonada nishonlagandik adashmasam. Har birimizni peshonamizga harflarni qo'yib berib, shunaqa sahna ko'rinishlarini qilgan holda nishonlagandik. Qarang, zamon ancha o'zgarib, yaxshilanib, bolajonlarimizga bundan-da yaxshi imkoniyatlar yaratilyapti. Bundan juda ham xursandmiz. Sizlarni bizga bildirayotgan ishonchingizdan, mana shu yerda birgalikda hamkorligimizdan juda ham mamnunmiz. Bugungi savodxonlik bayramini farzandlarimiz qo'lidan kelganicha harakat qilishdi. Bu sahnaga chiqish o'zi oson emas. Bunaqa yoshda hayajon bo'ladi. Tartib, intizom degan masalalarda ozgina muammolar bo'ladi. Shu narsalarga ko'z yumgan holatda ularni qo'llab-quvvatlagan, qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlagan holatda chiroyli dam olib, maroqli hordiq chiqarib ketishinglarni tilab qolaman. Navbatda bolajonlarga beramiz, bo'lmasa rahmat kelganinglar uchun. Biz ziyoli qolamiz.
O'sha biz bilgan mashhur bo'g'irsoq Nobasqul xususiy maktabida o'qiyotgan ekan. Yo'lda ketayotib, quyonga duch kelibdi. Xususiy maktabda o'qiyman. She'rlarni o'qishni, yozishni bilaman. Hali bitmayman, she'ringni aytguncha bilan izlab bo'lmayman. Ikki baho olmayman. Intilib yuksaklarga erishishni istaklarga. Men unaqa bo'lsam yolmayman. Odobli, aqlli bo'lsam yolmayman. Mayli ketaver. Bo'g'irsoq yo'lda davom etdi va yo'lda bo'rini uchratib qoldi. Bo'g'irsoq, men seni yeyman. Men yeyman. Men matematika olimpiadasida oltin medal olganman. Men unda seni sinab ko'raman. 5 qo'shib 5 10. 6 qo'shib 6 12. Men bunaqa misol ishlashni bilmayman. Men agar yo'limdan odobsiz, bilimsiz bo'g'irsoq chiqsanda, men uni yeb qo'yardim. Mayli ketaver. Bo'g'irsoq yana yo'lda davom etdi va yo'lda ayiq polvonga duch keldi. Bo'g'irsoq, men seni yeyman. Men yeyman. Men chiroyli yozishni bilaman. Qani bir ko'raychi. Rosa chiroyli yozar ekansan. Men bunaqa chiroyli yozishni bilmayman. Agar yo'limdan bilimsiz, odobsiz bo'g'irsoq chiqqanda uni yeb qo'yardim. Mayli ketaver. Bo'g'irsoq yo'lida davom etdi va yo'lda bu safar ayyor tulkiga duch keldi. Bo'g'irsoq, men seni yeyman. Men yeyman. Men ingliz tilini bilaman. Qanunda men seni sinab ko'raman. Red, qizil, yellow, sariq, pushti, pink. Barakalla. Men bunaqa aqlli bo'g'irsoqni yeyolmayman. Ingliz tilini o'rganish zamon talabi bo'lib turilganda bir vaqtda men seni yeyolmayman. Ko'rdingizmi, aziz mehmonlar, bo'g'irsoqimiz bilimliligi uchun turli yo'ldagi to'siqlardan eson-omon o'tib oldi. Ertagimiz shu bilan yakunlandi deb tursak, hayvonlar jamlashib negadir yana bo'g'irsoqimizni oldiga kelishdi. Nega sizlar mening oldimga keldingiz? Hamma savollaringga to'g'ri javob berdim-ku. To'g'ri javob berganing uchun. Bizni maktabingga obod yuringlar.
Bayramda aziz ustozlar, shiftida yayrab, dam oling sizlar, yoshligingizni bir esga oling, o'quvchilarga yonma-yon turing. O'zim qo'ying qalamni, sho'xliklarimiz tuzsin olamni, bolalar kabi bo'ling siz bardam, undoq yurishingizga yordam. Qo'llarimizni baland ko'taramiz, hammamiz birga barcha chalamiz. Qo'llarimizni yo'lini ochamiz, o'ngga va chapga kulib qaraymiz. Jaylasin ovozimiz quvnoq, hali bo'linglar sanamiz sinoq. 「
mening nomim Nol. O'quvchim sen ogoh bo'l. Yo'q bo'lsa men yo'qman. Sherik bo'lsa to'qman men. Yozilishim qiyin emas. Dumaloq chizsang bas. Bir degan sanoqsonman. Sanash uchun osonman. Bitta yurak, bitta bosh. Bir oy, bir quyosh. Yoshga ham o'ynayman, qoshiqga do'sman. İkki degan nomim bor, ikki birdan men tayyor, ikki qo'l, ikki oyoq, ikki ko'z, ikki quloq. Nimaga o'xshayman? Xo'sh, xuddi ko'ldagi oqqush. Birman nomim uch, birlashganda bo'lar kuch. Uchgacha sanayman der shartda o'ynagan har bir she'r. Yozish uncha qiyin emas, chizlangan ikki kulcha. Beshta nomim bor, raqamlar ichida bir qo'shlancha man qo'lga beshdan ikkiga oltiman, raqamlarni oldiman, ikki uchni qo'shsam bas, hech qachon esdan chiqmas. Yozish lozim bilmoq, go'yoki oddiy nima. Mening nomimda yetti, endi demangan bitta, oltidan bitta ko'pman, yetti yulduzman to'qman, yozginda kichik urug' belga o'ylagin belgo. Sanam aytmang 8da, 2-4ni qo'shsangiz hosil bo'laman shu. 10 yaxshi bilgan ukajon yozilishim qilqani tasavvur qildirman. 9 man sonlar ichida yolg'izman. 8dan bitta katta bilib qo'ygan albatta yozilishim o'shanada ilmoq bor bilibsan. Rakamlar bir kuni jam bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Sizlar bilan bugun mental arifmetika darsida shu kungacha o'rgangan bilimlarimizni namoyish etamiz. Xo'p, bolajonlar tayyormizmi? Demak, ikki xonali misol abakusda ishlaymiz. Misol ketdi. 91 ayrilgan 60, ayrilgan 21, ayrilgan 10, qo'shilgan 99. Damirbek javob beramiz. 99. Молодец, to'g'ri. Keyingisi 61 ayrilgan 11, ayrilgan 50, qo'shilgan 46, qo'shilgan 2. Kamola javob beramiz. 48. Молодец, to'g'ri, barakalla. Hop, keyingi misol 82 qo'shilgan 5, qo'shilgan 12, ayrilgan 98, ayrilgan 1. Abubakir javob beramiz. Necha? Молодец, to'g'ri, barakalla. Keyingi misol 64 qo'shilgan 15, qo'shilgan 10, ayrilgan 68, qo'shilgan 61. Imona javob beramiz. Hayajonlanmaymiz. Javobimiz 82 edi. Xo'p, endi xayolda ishlaymiz. Abakuslarimizni qo'yib, qo'llarimizni qisishmaqani qisishlar. Qani? Tayyormizmi? Ketdik. Xo'p, barchamiz javob beramiz bunda. Xo'p, 4 ayrilgan 3, qo'shilgan 3, ayrilgan 3, qo'shilgan 1. Javob. Молодец. Keyingisi 2 ayrilgan 2, qo'shilgan 9, ayrilgan 7, qo'shilgan 1. Javob. Barakalla bolajonlar. Keyingisi 5 qo'shilgan 4, ayrilgan 3, qo'shilgan 2, ayrilgan 7. Javob. Молодец. 1 to'ppa-to'g'ri. Keyingisi 8 qo'shilgan 1, ayrilgan 9, ayrilgan 4, qo'shilgan 4. Javob. Javob. Hayajonlanmaymiz. Xo'p, keyingisi 1 ayrilgan 1, qo'shilgan 2, qo'shilgan 6, qo'shilgan 1. Javob. Молодец. Barakalla. Hammasi to'ppa-to'g'ri. Hikmat Abbos Sherzod Begzod bormi? Lobar Dilbar Fatma Zuhra qani? Xo'sh. Hikmat o'g'li Mamajon. Hikmat o'g'li Mamajon. Senga bitta savol bor.
mamajon. Senga so'nggi savol bor. Tishing qurgur kamshikni, taytirman labingni. Yurtimizda nima ko'p? O'ylab gapir gapingni. Otangga balli, onangga balli, momonga balli, momonga balli. Balli, balli, barakalla. Balli, balli, balli. Demak, qancha bola ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi niyat ko'p bo'lar ekanda. To'g'rimi? Balli bolakaylar. Tanaffus. Are you? Here I am, here I am. How do you do? Brother finger, where are you? Here I am, how do you do? Sister finger, where are you? Here I am, how do you do? Baby finger, where are you? Here I am, how do you do? DJ Jonathan Spettire.
lekin kelajakda siz farzandlaringiz doim boshlarida ko'tarib katta bo'lsa sizlarni xudo xohlasa hojona qilishadi degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bolajonlarimizga savodxonlik guvohnomalarini tarqatish uchun maktabimiz direktori Jahongir ustozga beramiz. Marhamat. Olqishlab turamiz. Bunaqasidan maktabimiz tomonidan o'quvchilarimizga sovg'amiz bor. Marhamat, sovg'alarimizni yetkazinglar. Olqishlab turamiz. Endi sovg'alarimizga navbat. Marhamat, bolajonlarimiz uchun atalgan sovg'alar. Tadbirga tashrif buyurgan barcha ota-onalarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bizni jajji bolajonlarimiz qo'lidan kelganicha harakat qilishdi deb o'ylayman. Bu sahnaga chiqib bir narsani namoyish qilish o'zi oson emas. Katta odamlar uchun ham kerak bo'lsa. Biz bilan hamkorlik qilayotganingizdan, farzandlaringiz bizga ishonib topshirayotganingizdan mamnunmiz. Shu o'rinda ustozlik kasbi haqida ikki og'iz gapirmoqchiman. Dunyodagi eng mashaqqat kasbidan biri deyishadi, bekorga emas. Ba'zida uyda farzandlarimizga 2 ta yoki 3 ta, 4 tagacha sabrimiz yetmaydi, so'ragan narsasini qayta tushuntirishga kuchimiz yetmaydi. Lekin bu yerda ustozlarimiz ularga 10-marotaba, 20-marotaba ham sabr bilan yondashib, qo'llaridan kelgancha harakat qilishadi bularni yaxshi hayotga, kelajakda yaxshi inson bo'lishiga. Bu sharafli kasb. Mana shu sharafli kasbda turganimizdan bizga Alloh taolo mana shunaqa baxt nasib qilganidan biz juda xursandmiz. Shu o'rinda biz ustozlarimizga, Zilolaxon ustozga, yordamchi ustozlari Surayyoga, Lolaxon ustozimizga, barcha mana shu sinfni rivojlanishida hissa qo'shayotgan ustozlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizlarga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar. Xudo xohlasa bu farzandlarimizni kelajakda
kuchli universitetlarga, dunyoning top universitetlariga kirganda ham sizlar bilan mana shunaqa bayramona nishonlash nasib qilsin. Rahmat hammaga. Sog' bo'ling. Bu qo'shimcha sovg'amiz bor. Har bir sinfimiz uchun sinfda hammalari jamoaviy o'ynashlari uchun taqdim qilganmiz. Bu har bir o'quvchini o'ziga bo'lsa, bu sinfda umumiy o'ynashadi. Rahmat.